Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi 1 metrli kami pechkamiz ikkita xonaga, gazga, o'tin, ko'miriga Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahar ko'rinati berdik. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, salohida nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa, uni qo'yasizlar. Pechka 1 metrli, to'rlik hisobiga hamma olib kelib, o'rnatib, yoqib berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab videoga like bosib, podelitsiya qilib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hamma o'zimizga borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Hozir buni rasxoti bitta sezonga 1 tonna, 1,5 tonna, eng zo'ri 1,5 tonna sovib ketganda shuni yoqishyapti. Yoqib qo'yganmiz hozir. Xizmatlar vodiy bo'ylab tepaladi. Joyi tayyor ochiq ekan. Orqa tomoni. Ko'rligimiz. Pechkani xonalarga yechasiz. Turing endi. Old ko'rinishi mo'ri zigzag o'tib ketgan. Voqib. O'shdi. Shuni tushirsa, ovozi. Yo'q, bu ham tutamaydi. Toshkentdan keladi. Tashkilotlar. Yo'q, Allohga chiqarasizlar. Shamolgacha ham umuman tutamaydi.